Before I start, I'd like to make some announcements in terms of housekeeping. For those who don't have interpretation sets, please notice that we're offering some at the entrance. Some of the speakers will be speaking in Uyghur or Turkish, so we'll be interpreting those in English. Hürmetli mehmanlar, eğer sizlerde bu tercümal üskünleri bulmuşsa aldıda alsanlar buldu. Çünkü bugünkü program bütünlüğü İngilizce bulmakçı. Şuna eğer anmagan bulsanlar ID'larını verip zalın aldıda iyi basanlar buldu. We are especially delighted to welcome you all to Sarajevo, a wonderful historic city. We'll kick things off today with our international conference titled From the Bosnian to the Uyghur Genocide, Lessons Learned. Choosing Bosnia and Herzegovina to host our event was symbolic. We came here in July to meet with local stakeholders, to meet with different people, to see if this was a viable option. And it was, because not only has this country gone through atrocity crimes and genocide, but it has also dealt with documentation efforts, accountability efforts, and brought perpetrators to justice. And as we attended the Srebrenica commemoration event in July, after a UN resolution was adopted this year to recognize it as genocide, we were filled with emotions, with overwhelming emotions, because we saw hope, not only for Bosnian people who were given justice every year as the remains of their relatives, of their loved ones were found, but we also found hope for Uyghurs who lost so much throughout the past 7 years through genocide. We saw hope of reunification with family members, of justice and accountability. This is why we've chosen to host our conference in Bosnia. So I would like to welcome you all to our event, and tomorrow we'll be starting with our 8th General Assembly. So now we're going to get started with our national anthem, and then I would like to invite our interim president, Dr. Erkin Ekrem, to stage. So, Emdi tövende biz milli marştan başlasak rahmet. Yurtimiz, fida bulsun cinimiz, kan keçir.
can verip ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka itikat imanımız. Atılanın canları göçmedi tarih bitti. Nesli kaldı kendi var biz onun evladı biz. Çıktı can hem aktı kan oldu yaldın el aman. Yaşasın mım yaşasın güzel istikbalimiz. Yaşasın mım yaşasın güzel istikbalimiz. Rahmet, thank you. Now I'd like to welcome on stage our interim president, Dr. Erkin Ekrem. Evet, ben Dünya Grup Kurultayı'ndaki muhabbet Selamun aleyküm. Etigen Allah hayırlı olsun. Hürmetlik senatolar ve parlamenterler, amuvi teşkilatlarının başlıkları ve temsilcileri, kanuncular ve jurnalistler, akademisyenler ve mütehassisler, Bosniya'daki dostlar ve ırkı kırgınçılıkka uçurgan ve onun şahit bolganlar, şundakla Şark Türkistan soydaşlarım, Sarajevo'ya hoş geldinler, Bosna'ya hoş geldinler. Dünya Uygur Kurultayına uğurlaştırılan konferans ve şundakla kurultayga hoş geldinler. DUK'nın namında, yani Dünya Uygur Kurultayının namında ve şundakla şahsım namında sizlerge teşekkür etimin. Sarajevo'ga cem bulduk ve bir yerde bununla katılışınla bizimki bu faaliyetlerimizni teximi alaydı bir mana ketip berdiğanga işinmen. Bunun da gumanım yok. Dünya Uygur Kurultayının uğurlaştırılan bu faaliyetimiz bile Şark Türkistan ve şundakla Bosniya halkının ırkı kırgınçılıkka uçurgan ahvalını teximi farkındalık kılış için bu bizim için ait çok bir fırsat buludu. Ve insanlıkka karşı işlengen bu cinayetini eyipleş ve bunun aldığını iliş, şundakla bu cinayet işleyenlerine ceza beriş cette biz bugün bununki göz karaşla, fikirle ve şundakla cezalandırış usluplarını belki bir yerde müzakere kıldığan bir imkan buludu. Bu Bosniya halkı ile bizimki ortak kaderimiz var. Bu bolsa yani okşaş ırkı kırgınçılıkı uçurgaçka bir yerde bizimki kırındaşlığımız ne? Yani Bosniyalıkla Şark Türkistanlıkların arasındaki bu dostluk münasebetini mi güçlendirdiğim bir imkan, bir zemin peyda buludu. Ve insaniyetin medeniyetine hilap olan bu ırkı kırgınçılığa karşı bütün tinçlik sever insanlar aramızdaki münasebetlerini mi güçlendiriş için bu umdan ve bir fırsatımız ve imkanımız buludu. Bugün dünyada nurgun sahalarda bir özgürlükler bulunmaktadır. Bu özgürlükler ne şu 3 seksiyon bile buna müzakere kılındı ve bu müzakere kılınan muhakeme kılınan yığınlarda belki bizge ilham bergen fikirler, göz karашlar, düşünceler peyda buluş mümkün.
Ve şundakla bizme muşu seksiyonlardan belki muşu alayda bir fikirge ilgi bulup belki bir yerden ayrılımız. Dünya özgür vatıdı, burunki dünya emez. Bu dünyanın özgürlüğü bile nurgun nersleme özgür vatıdı. Bulup mu muşu adalet, kanun, demokratiya ve insan hakları dek siyasi ve cemiyet karakterlik kıymet karaşlarına tahripke uçravadıdı. Bunda bir bunda bir ahvalda bizdenki bu orlaştırgan jığınımız belki texima paydılık, texima manalık buludu dep oylayman. Adalet bulmagan yerde insanlık bulmaydı. Yani erkinlik yok, ten beraberlik yok, huzur yok, insan hakları yok, kanun yok. Eksice haksızlık var, zulüm var ve ırkı kırgıncılık var. Biz bir yerde hemimiz bunun küreşini kılış için bir yere cem boğan bulduk. Ve hep birlikte hıyal kıgan, aşı dünyanı emelleştiriş için bütün bağ gücümüzle hareketke ötüşünü nişan kılvatımız. İkinci ve üçüncü günde bu kurultayının, yani Dünya Uygur Kurultayının umumi kurultayı kılındı ve teşkilatının ki bu kinki 3 yılda kılan işlerini dokulat birdi ve bunun üstünde müzakereler kılındı, muhakemeler kılındı ve yeni Dünya Uygur Kurultayının ki yeni bir başkuruş heyetime sayılıp çıkdı. Bu gibimde pütürüş ile birlikte hayırlı günler dileymen. Emanlağa rahmet. Just a little reminder that Uygurca kanal birinci kanalda Uygurca tercüme edildi, ikinci kanalda buldu. Kanalını yürütüp duruşanlar gerek. Now I would like to welcome on stage Senator Yuri Oberfatser. men növbette Çex parlamentindeki muavin parlament başlığı Oberfatser efendimni söz teklif kılımen. O Uygurlarınki yakın dostu ve şundakla Uygur davasına ait kollagan bir siyasetçi bulup hesaplandı. Ettigellikanlar hayırlık olsun, köpçülük. Sizlerge Prag şehrinden otluk salamlar hep geldim. Yerlik Komünistik Partiyaninki yerlik ve xalqarada elip baravatqan besimleri toluma qabihdir ve o karşı meyli o Uygurlar qartılgan bolsun, Tayvanliklarga, Hong Kongliklarga, yoki Tibetliklarga qartılgan bolsun, yoki ziyolilar qartılgan bolsun, ijtimoiy tashkilotlarga qaralgan bolsun, yani jamiyatninki her sahalarda Xitoy hakimiyetininki bularga shafqatsiz holda muomala qilayotganini ko'ralaymiz. Xitoy hakimiyetininki bu guruhlarga, millatlarga, xalqlarga qilayotgan besimlardan Xitoy hakimiyetininki haqiqiy abdibashirisini ko'rib bilish mumkin. Xitoy hakimiyetininki maqsadininki nayta ochiq u bo'lsa-mu dunyoninki hakimiyatliligini qo'lga olish kerak. Bu dunyoninki bexatarligiga zil tahdid akiladi. Ama Xitoy bu yerda yolg'iz emas.
Rossiya uchunmi teğe soğuk uruş ahırlaşkını yok. Xitay ve Rossiya tashqi dunyoda o'zining zo'ravonligini va zo'miganligini kengaytiryapti. Xitay prezidenti Xi Jinping hokimiyatga chiqqandan buyon u mamlakat ichidagi siyosatlarini texmi rahimsizlash, shafqatsizlarcha changaytish bilan birga vaqtda yana dunyoga bo'lgan zo'ravonliklarni kuchaytirishga boshladi va bu tarixda ko'rilmagan bir darajaga yetdi. Bu memleket içidilam emas, belki memleketden sırtıdımı, mayli o Avrupa olsun, yoki boshqa davlatlar olsun, o'zininki bu hakim mutlaq siyosiy qarshi chiqqan har qanday odamlarga besimini ep kelmoqda. Ko'p afsuski, demokratik davlatlar Rossiya va Xitoydan kelayotgan bu besimlarga, bu tahdidlarga yetarli javob qaytarolmadi. Biz tarixdan darslarni olishimiz kerakki, agar demokratik davlatlar o'zining qadri, o'zining inson haqlari, o'zining prinsiplariga ega chiqmasa, oqibatda bu diktator mustabid davlatlarninki ta'siri butun dunyoga yayiladi va butun dunyoni bir qorong'u zulmat bosadi. Bu bo'lgan tarixda. Xalqaro jamiyat Xitoy hokimiyatininki iqtisodiy tajovuzchiligi ve dünyani hükümranlıkka, özünün hükümranlık astık eriştiğine ibaret bu suikastini tonip yetiş gerek ve onu tosuş için konkret kademlerini elip biriş gerek. Bulup mu Xitay hakimiyetininki iqtisadi jihatdagi taraqqiyotlarini bo'g'ish tadbirlarini elish kerak. Xitay hakimiyeti o'zininki iqtisadi jihatdagi kuchidan foydalanib, dunyoninki adolat, inson haqlari sistemlariga zo'r ta'sir etmoqda. Xalqaro jamiyat Uyg'ur xalqininki taqdiriga ko'ngil bo'lishi kerak va konkret tadbirlarni elish orqali 21-asrdagi qabih jinoyatlarninki biri bo'lgan inson irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan bu xalqninki azobini bir kun bo'lsin burun to'xtatish uchun hamkorlashib qilish kerak. Siber dunyosi Xitoy hokimiyatininki o'zining zo'ravonligini dunyoga tanıdığan yana bir muhim soha bo'lib kelyapti. Xitoyning cho'ng shirkatlarida, masalan, Huawei degandek shirkatlar tor dunyosidagi so'z erkinligi va fikr erkinligiga daxl tarz keltirmoqda. Ben sözümün ahirini Tibet vaqtli hükümetininki Tibet sürgünlük hükümetininki reisininki bir gepi bilen şu sözü bilen ahırlaştırmakçı. O birisilik bir jiganda şunda degen idi. Eğer ejdahanı bakka vaqtida o semirip akıbette şu ejdahanı çoğun qilgan yetiştirgan adamni yavitidir. Şunun için bu ejdahanı yo'g'antishni
to'xtatishimiz kerak. Qimmatli bir mehmonimiz bor hozir so'zlaydigan. O kishi masalatlar bilan bu yerga o'zi kelmadi, ammo tor orqali biz yig'inimizda boshlanish so'zni qilmoqchi. O kishi hammalarga tanishliq sot Uyg'ur sotininki bosh sotchisi Jeffrey Nice Efendi bo'lib eslandi. Bu Jeffrey Nice Efendi aynı zamanda bu davlatda nihoyatda mashhur shaxs bo'lib hisoblandi, chunki o şu Srebrenica qirg'inchiligini elib borgan urush jinoyatchilaridan sotlagan adam. Good morning. Can you hear me? Deyilganlar xayr olsun, meni anlatamsizlar. Can somebody show me the image of the audience? Because I can hear nothing except Köp the afsus, translation. sizlarning resim olan ko'radim, ammo ovozinglar chiqib texnikalik masala bo'lgan bo'lsa kerak. Can you turn the camera to the audience so that I can see if they can hear me? Let me start. Good morning. Thank you for Unda olsa men başlay. I can't. I keep hearing the interpretation, so I'll do what I can. Thank you for allowing me to speak online. I was already committed to be elsewhere Köp afsus, men terjümanning gapini anlatmam, biraz diqqatim when the ketdi. invitation arrived. I would very much like to be in Sarajevo, a town I much enjoy. Thinking about Men sizlarninki bu yig'inga qurultayga qatnash taklifini olgandagi shunda xush bo'lgan edim. and yourselves, the Uyghurs of Xinjiang in exile, makes me think that you have things in common, quite a few things. First of all, and it's been a matter of concern for me, in each case, you are unable to gather much public support for your real Bosniya bilan Uyg'urlarniki nachiq o'rtaqchiligi bor. Bu o'rtaqliklarning ichiga birisi bu ikki bilan bu ishning boshlang'uchida Your real objective is to have an independent East Turkestan. And publicly you don't get much yetarli qo'llash erishamagan ishning boshlang'uchida, ammo sizning o'xshamaydigan yeringlar hamda The sizlar position has been rather similar for the Bosnian Muslims, in my view. Because Bosniyadagi what they musulmon need bilan is musulmonlar bilan recognition Uyg'urlarniki of nimasi one o'xshaydi. thing, O'zininki they were mustaqil blameless in the wars davlatni of qurish 9/11. ularninki har ikki guruhninki eng oxirgi nishoni bo'lgan. But they can't get public acceptance of that. So they have to do, when they do anything at all, much less. Ammo ular irqiy qirg'inchilik boshini kechirgan chog'da ommaninki qo'llashiga erishamay qolgan. Genocide about what is happening or has happened to you. I also discovered 2 years ago that you may have something else in common about which you don't know, and then I'll return to the subject of genocide. 2 yil burun men yana bir o'rtaqlikni bayqagan. When I was taken to see some stones erected by early medieval Bosnian Muslims, although they may then have been in a Christian church, a particular form of burial called a stechak. Here's a picture of one, a model of one, which was given to me after I left that particular visit. Buni men Bosniyadagi bir nimani cherkovni ziyorat qilgan chog'da menga bergan musulmonlarniki bir nimasi sovg'isi. Have a similarity to funeral memorial practices in Xinjiang. Ularninki ham Bosniyadagi musulmonlarniki bu nazirchilik urf-odatlari Uyg'urlarniki o'xshaydi ekan. Between yourselves and Bosnian Muslims, apart from the business of being subject to persecutions, including by genocide.
Şuna o'xshashdan keyin Bosniyadagi musulmonlarmi shu Uyg'urlarga o'xshash o'zining ishlaridan ayrilib, undan keyin irqiy qirg'inchilikqa ma'ruz qalgan. Genocide determinations are more important than people think, and they are more difficult for people to understand than we Hem de sometimes ko'pinchalarimiz o'ylagandan texmi muhim bo'lgan bir nuqta. Ko'pincha insonlar o'ylab yetolmaydi. Bir narsaningki bu jinoyatningki irqiy qirg'inchilik bekitilishningki naqadar muhim ekanligini. Somebody taking somebody else's property, somebody killing somebody else, whatever it may be. And you consider the action, and then you ask yourself, was the action done with a particular mental state? If so, then it's a crime, theft, murder, whatever. Chunki bu normal qasdlash, o'ldirish va boshqaniki men elbetga o'xshamaydigan yeri. Bu irqiy qirg'inchilik jinoyatniki muddaasi bir guruhni, bir maxsus bir guruhni nishon qilgan va uni yo'q qilishni maqsad qilgan bo'ldi. Chunki u normal jinoyatlarga o'xshamaydi. And it's completely different from a standard crime, and all of you advancing the cause of Şoň bu normal jinoyatlar bilan faqat o'xshamaydigan bir jinoyat bo'ldi bu. Advancing the cause of the Bosnian Muslims need to understand why it's different. It's different because when it was drafted by those who had an immediate and visceral understanding of what had happened to the Jewish people in Nazi Germany, it's different because they start with the mental state. You don't even get to consider whether something is genocide until you find in the offender, the perpetrator, the mental state of wishing to destroy another group simply because of who that group is. Chunki bu jinoyatningki bekitilishi, buningki genocide degan narsaning bekitilishi shu Yahudi qirg'inchilikdan boshlangan bo'lib, bu ishlar tugagandan keyin undan keyin bu xil jinoyatningki boshqa bir to'pluqningki qarshilik to'pluqni butunlay yo'qotish va ularni butunlay o'ldirib yo'qotishni maqsad qilgan bir muddo bilan berilgan jinoyatni genocide deb atagan. What we now know is that once that state of mind is in someone, it's more or less impossible for it to be removed. And you can see why. If your mind has been so corrupted as to wish to destroy another part of the single humanity simply because they're black or Jewish, or in your case, Yani bir adamninki nimasi muddasi naytda qarniyat bo'lib hamda u o'ziga o'xshash bo'lgan bir to'plum bo'lgan boshqa bir to'plum insonlarni qarib olganlik uchun yoki boshqa bir millat bo'lganlik uchun yo'q qilishni u nimaga qo'ygan bo'lsa, o'zining niyatiga qarag'an bo'lsa, uni undaq odamlarni niyatidan yandirish va ularningki o'zini qilayotgan jinoyatiga ishontirish naytdas bo'ldi. That nearly all genocides are only ended when an external force ve şunu deyish lazımki bütün bundan burun bo'lgan bütün irqiy qirg'inchiliklar faqatlankin boshqa bir kuch uni to'xtatgan chaqda undan keyin to'xtagan u o'zigidan to'xtab oxirlashmagan. In respect of which the tribunal I chaired made one finding, which was not a finding of mass killing. It's very important for the message to go out from you. Yani Uyg'urlarniki bu davasida muhim bo'lgan ish bu yerda keng ko'lamdagi qirg'inchilikqa doir hech qanday dalil yo'q. Odamlarni to'plab shu keng ko'lamda qirg'in qilgan. Lekin bu yerda keng ko'lamda odam o'lyapti. Shunga sizninki bu yerda bu dalillarni to'plab o'tirib chiqarib bu davoni qilishing nihoyatda muhim. As it happened, of the 5 ways in which that can be done, the tribunal only found one way, interfering with births. It did not, for reasons you can read in the judgment, find the other 4 ways. But, of course, by making that finding, it opened the way for other findings to be made if further evidence became available.
ahdnamızdaki repeat, 5 şartninki in your içideki bir arguments, şartga don't just dair bolgan use deliller tepildi. genocide Yani as found toğutdanki by us and aldını indeed by other people eliş, as a toğutunu label. çekleş. Ondan başka bolgan 4 kategorideki Make the işler point bulavatkan bolsunmu, o every toğrulup time hiçkandak that the delil finding is a dahi oturuğa finding çıkıp that the ulanı People's ispatlamagan Republic of China Uygurlarnınki bu kırgınçılıkta. was possessed of the mental state of wanting to destroy your ethnicity in Yani whole aşılar empire, delillengen simply çağda because o of çağda who you are. Xitaylarninki bu cinayetlerin hemmisini The final fakatlanki point şu that you Uygurlarni yok absolutely kılış need to muddası bilen understand, bunu I think, bütünley öçürü öteş Uygurlarni yok kılıp is a taşlaş point muddasından that kıganlığı I've been trying ispatlandı. to deal with unsuccessfully for really some time now. The point is that our government, the United Kingdom government, but it applies to other governments as well, declined to accept the findings of our tribunal or of other bodies Angliya hükümeti that mi there cık is hükümetlerge genocide okşaş bunu happening genocide and dep was itiraf genocide kılışını happening in tahirat these kılıqlıq. parliaments accept our findings and other Biz topluğun bodies delillenip accept our İngiliye findings, but not parlament governments. And even the United par- States, which made a finding of genocide, parlamentla qabul has never kılıqlıq spelled ama out on what hükümet qabul basis qılmaqlıq. and so on. Why is our government unwilling to make this determination? Nimiş bu hükümetler bunu bu It's the ırkı same kırgınçılığın qabul reason kılışını that xalamaydı. all governments since the Night or day. Genocide Convention was created have refused to make such determination. The Genocide Convention, reflecting what the draftspeople of the Genocide Convention had seen in Nazi Germany, says, because this was essential, that any government seeing genocide has to act and has to act immediately. Çünkü hükümetler bunu qabul qılıb qalsa bu ırkı kırgınçılıq ehnamız boyunca bütün hükümetler And therefore, derhal governments hareket such as ötüş the United mecburiyeti var. Kingdom, Şuna the vakanki bunu United qabul qılsa States, özününki they all hareket know ötüş that mecburiyeti if oldu ve they ötmegenlik üçün see and özü pas say, ona uçup qaldı. here's a genocide happening, then they have to do something. And that may make it very difficult to do what they would prefer to do, which might be to trade with China. Şoňa hükümetler Xitay bilen have bolgan other good tijarety relations sebäplik with China for other bu ýerdeki geopolitical ırkı kırgınçylyk reasons. qabul qılıp özüge bir They don't artuş want avarçylyk to dep respond belişini to what they halamaydy. have to Özüniň do Xitay bilen qılmakçy once bolgan that işi bilen mental state bular tätir bolup qaldy. is seen to be established in a perpetrator. And our government in the United Kingdom is so devious that it says, oh, if you're going to say there's genocide, you have to have a judge say it first. But there's no judge who can Bizning say it. hükümetimiz mi So they never bu jihatda have naýaty bek ýylky to artykça react şu to a ezbeýleýdi. genocide Çünki that bu ýerde basically buny genocide dep bekitgen bir nime And ýok. indeed, at the same Sot time ýok. as the Şuna horrible vakanki bu things sotnyň were hükümige happening asasen biz onu in kim Bosnia bikitereýimiz dep manda in the diýilik. mid-90s, there was a very clear genocide happening in the African country of Rwanda. And it's completely clear from available public evidence that the United States and the United Kingdom allowed the hundreds of thousands to be killed who were killed in a genocide, in part for the following terrible reason. They were Rwanda'da advised bolmuş by their başında lawyers dövletler that ezbeylep if they oturup use the word yüz miňlarça genocide, they have to do insanlyky something. bir günah kırgın So kılışyna they sebäp boldy. instructed all their personnel never to use the word genocide. And if they didn't use the word genocide, then they could withdraw from Rwanda, let happen what happened, and not feel that they had broken the law or the international treaty to which they were committed. And this comes back to my central point, my only point, and on this I Ben will bularny end. diýişe agyk meniň demekçi bolgan näsem ahyrky In dem. everything that you do by way of Sizlerninki active work kıvatdan her to bir promote the işinize interests of your people, the same applies to the özanlarnyky, Bosnians. halkyňlarnyky, hukuk If meselesi you üçin learn kılap about bütün thinking hyzmatlaryňa about, talking about, or mentioning crimes shown to have been committed against your people, and you speak of genocide, explain
that what needs to be accepted by governments, and I will carry on in my efforts to try and get our hopeless government to do what it should. Ben sizlarga What needs to be shuni accepted demoqchi by bo'ldim, government davlatlarningki is that qanday there has tadbir been ilishdan qat'iy proved nazar sizlar that o'zlaringizki existing in the xalqiga minds Xitoy hokimiyati of ilib borgan bu zulmlarni deyishni to'xtatib the qolmasliglar PRC, kerak. the People's Uningki Republic of insoniyatga qarshi China, jinoyat ekanligini deyishni to'xtatib qolmaslik that kerak va uni extreme bir irqiy mental qirg'inchilik state, bo'lganligini har vaqt desire takrorlab to turishinglar destroy kerak. your people in whole or part simply because of who they are. And that is why governments must accept that, and then they must act in accordance with their duty under the convention. Har qanday vaqtida shu What I have davlatlarni to say, great pleasure xalqaro to follow Senator xalqaroliq Adam qonunlar Salzer, va and I nizomnomlar, wish you all ehtimomlar bo'yicha progress bu well o'zininki in the work it irqiy has to do. qirg'inchilik ahvoli yuz Thank you. berganda aralashish majburiyati borligini har qanday vaqtda eslatib o'tishinglar kerak. Bizdeki bu yığınğa Uyghur sotununki Uyghur sotununki kitabını olib kelgan ingliz tilida bildiganlarniki ilib onu foydalanishni umid qilamiz. Biz navbatda birinchi muhokama yig'inimizni boshlamoqchi. Ben bu yerdagi so'zlagichlarni taklif qilaman. O Amerikaningki burun bedetida turishliq baş elçisi bo'lgan Kelly Curry xonim Diganlarga xayrli olsun. Dünya Uyghur Qurultayı'ndaki bu faaliyetini o'rlashtirish uchun ko'p rahmat. Jeffrey Nice efendimninki nutqini bu yerda jonliq anglash men uchun nihoyatda sharaf. O Bosniya qirg'inchilikqa aloqador urush jinoyatchilarini sotlagan bir kishi bo'lib sifati bilan Uyg'ur xalqi uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va o'z vaqtida Bosniya xalqi uchragan irqiy qirg'inchilik o'rtasidagi o'rtoqliklarni ko'rsatib berdi. Biz gerçi bir yerde ichki qirg'inchilikning o'rtasiga nihoyatda ko'p o'rtoqliklarni bayqasaqmi, ammo bu yerda xalqaro jamiyatdagi bu ichki irqiy qirg'inchilik bo'lgan inkosidagi zo'r farqlarni ham ko'ralaymiz. Biz bu yerda bu ichki qirg'inchilikningki xalqaro jamiyatning bu ichki qirg'inchilikqa bergan inkosidagi zo'r farqlarni bayqaymiz. Biz bundan qanday dars chiqaramiz? Mushu savolni cho'rdab biz mushu muhokama yig'inida qatnashgan mutaxassislarni bu haqida o'zlarining fikrlarini o'tirib qo'yishni taklif qilaman. Kevser Kamil Hanım ba bu muhokama yig'inida qatnashgan mutaxassislardan biri. Kanada parlamentidagi Samuel Zübeyir efendimninki hizmetçisi bo'lib hisoblanadi ve bu kishi bo'libmi Kanada parlamentida 10,000 Uyg'urni Kanadaga keltirib yerlashtirishdan iborat qonun loyihasini o'tirib qo'ygan muhim parlament a'zosi bo'lib hisoblanadi. Mush parlament a'zosiniki ishlagan va navbatda Kanadaning jamoat xavfsizlik ministerligida xizmat qiladi. Undan boshqa yana Kelly Curry
mutaxassislerimizin Karikoli hanım var. Burun Amerika Qo'shma Shtatlariniki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi bo'lib ishlagan. İnsan hakları ve ictimai teşkilatlar hizmetleriga mas'ul bo'lgan Tinch okean ve onundan başka bir qancha Amerikadagi nayte meşhur bir qancha meşhur akıllı bir de hizmet kıldı. Yani bir mutaxassisimiz olsa Dünya Qurultayı İcra Komitesi'nin reisi Ömer Karat efendim. Tim efendi bolsa yani ki burunqi parlament azası ve banker bo'lib hisoblanadi. Xitoy masalasi haqida çok tecrübesi bo'lgan bir siyosatchi ve diplomat. Biz Uyghur irqiy qirg'inchilikqa aloqador nurg'ulg'an dokladlarni bilamiz. Birlashgan Xalqaro Kechirim Tashkiloti va Inson huquqlari ko'z tashkiloti qator tashkilotlar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb atamadı, lekin insoniyatga qarshi deb atadi va boshqalar boshqacha atadi. Kevser Hanım'dan başlayıldı. Bence bu Uyghur irqiy qirg'inchiligi ve Bosniya qirg'inchiligidan shunda darsni o'rganamiz deb o'ylayman. Bence Bosniyadagi qirg'inchilik Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qaraganda to'limi qisqa bir mezgilda meydon kelgan qo'rqinchli bir jinoyat bo'lib hisoblanadi. Uyg'ur qirg'inchiligi bo'lsa Xitoy hokimiyati uzun yillardan buyon planlagan va nihoyatda keng ko'lamda ve uzun muddat ilib borgan bir qirg'inchilik bo'lib hisoblanadi. Onundan başka Bosniyadagi qirg'inchilik olsa qisqa bir mezgil davomlashib, keyin to'xtagan, ama Uyg'ur irqiy qirg'inchilik olsa uzun mezgildan boshlab davom qilyotdi va bugungi kunimizda buningki davomlashayotganligini bilasiz. Ben şunu bilgim keldi, bu xalqaro jamiyatlar, davlatlarningki bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish majburiyati bor. Lekin qanday bir sharoitlarda bu bo'lishi kerak? Aslında xalqaro ahdnomlar bilan bo'yicha bo'lgan vaqtda bu irqiy qirg'inchilik ahdnomasi irqiy qirg'inchilik bo'lganligini to'xtatish emas, balki bo'lishininki oldidagi alomatlar ko'rilgandilar, konkret tadbirlarni ilib bu irqiy qirg'inchilikninki yuz berishini, sodir bo'lishini to'xtatish bo'lishi kerak edi. Ben Kevser Hanım'ınki fikirlik to'g'ridan qo'shilaman.
Qurulma JTBK vaqtida ko'plagan davlatlarda va shundaqla xalqaro ijtimoiy xalqaro jamiyatlarda bu irqiy qirg'inchilikni to'nib yetish va uni oldini olishga tegishli nurg'un mexanizmlar nazariya jihatdan bo'lsin o'rnatilgan. Masalan, Amerikada maxsus shu irqiy qirg'inchilikni bayqash, uning dastlabki alomatlarini kuzatish va aloqador qurilmalar bor amaliyotda. Jeffrey Nice efendim bugungi nutqida bir qancha muhim nuqtalarni o'tirib qo'ydi. Bu davlatlarningki xalqaro ahdnomlar bo'yicha irqiy qirg'inchilikni to'xtatish majburiyati borligini o'tirib qo'ydi. Bu yerda bu irqiy qirg'inchilikningki atalg'usi belgilash haqida nurg'unlagan ko'z qarashlarni o'tirib qo'ydi. Uning ichida jumladan biz bu irqiy qirg'inchilikningki irqiy qirg'inchilikni haqiqiy ma'nodagi irqiy qirg'inchilikniki bo'lsa, shu irqiy qirg'inchilik maqsadi yoki aniq muddaosi bilan boshlangan jinoiy qilmishlarni ekanligini bo'lib to'nib yetishimiz kerak. Chunki bu yerda eng muhim bo'lgan bir muddaodir. Ya'ni bir davlat, bir guruhga kishilarningki, ya'ni bir davlat, ya'ni bir guruhdagi boshqa irqdagi kishilarni tamamen yo'q qilib o'tishdan iborat bir maqsad muddalar bilan ilib borgan qilmishi bo'lishi kerak. Bu yerda muhim bo'lgan mudda bo'lib, agar uningga nima bo'lmasimi, uningda ko'plagan odamlarningki o'lim yetimni keltirib chiqamizmi, lekin bu yanalam irqiy qirg'inchilik aniqlamasiga tushadi. Bu Jeffrey Nice efendimningki degan o'tirib qo'ygan muhim nuqtalardan birisi. Başlasam olur. Ben Amerika hükümetinde işleyemem. Ben şu Amerika hükümetinde biz şu kırgınçılık deb itiraf qilishga uzun vaqt keldi. Hatta 3-4 yıl vaqt ketib qoldi shuni itiraf qilishga. Hatta hozirgi Amerika tashqi ishlar hukumati tashqi ishlar ministerligida hozirmi mavjud. Masalan, şu qirg'inchilik deb itiraf qilishga norozi bo'lish, hatta buning uchun shunda bir belgilamani chiqarganligining o'zininki bu vaqtida bu bo'lmaganligi mushularni anglash, mush kishilarning mushuna nisbatan nima bilan ishonmaslik bilan qarashining o'zi meni hozir noiti bir odamning diqqatini qo'zg'aydigan shunda bir masala. Hozir mushunda o'xshamaslik sababidan maydonga kelayotgan kelishmasliklar, ya'ni ixtiloflarning paydo bo'lishini shuni bir taraf qilish masalada ba'zi bir masalalar bor. Masalan, buningda siyosiy iginishlardimi bor. Ya'ni bu masala kelgan vaqtda shundaq bir millat farqi yoki insonlarning farqidan maydonga kelgan ixtiloflarni bir taraf qilmaganda buning eng oxirgi natijasi qirg'inchilik bo'lish. Yani qirg'inchilik bilan oxirlashish. Mana mushundaq narsani e'tirof qilmagan vaqtda ham uning qarg'an vaqtda uningdan buningki yana maydonga keltiradigan narsa zo'ravonlik darajadagi ixtiloflarningki, ya'ni to'qinishlarning paydo bo'lishini keltirib chiqadi.
Mana muşlarning hammasi qarsangiz bir umumyuzlik bir uqum, ammo bu ideologiya tarafdan kelib chiqadigan yoki psixologiyalik tarafdan kelib chiqadigan yoki kommunizm ideologiyasidan kelib chiqadigan muşlar ahvollar, ya'ni mushuni oxirgi kelgan vaqtda mush o'ziniki ahvolini, shu ahvolni kontrol qila olmaganlik sababidan shuningki oxirgi kelganda bir ixtilof yoki to'qinish bo'lib paydo qilganligini iqtirdi. Endi hozir bu yerda o'tirg'i qilib qolgan muhim bir masala o'tir qo'yildi, ammo bu Amerika hukumatining bu masalaga nisbatan tutgan pozitsiyasiga e'tirof qilishning hammasining maydonga chiqishi muhim, chunki Amerika muhim rol o'ynaydi. Endi emniyatni aytgan vaqtda shunday qirg'inchiliklarning yoki shunday bir ahvolning bo'libmi bu qirg'inchiliklarning ichidagi bu insoniy qarshi qirg'inchilik shuniki masalasi kelgan vaqtda emniyat aytgan vaqtda Amerikaningki tutgan pozitsiyasi, ya'ni Amerikaning qo'llangan uslubi nayt vaqtida ham shundaqla yaxshi bir o'tirg'i qo'yilgan bir ahvol. Nayt buni Amerikani bu tarafdan aytgan vaqtda nayt qahramonlik qildi deb aytsaqmi bo'ladi. Endi mushu chiqqan ko'z qarashning o'zimi dunyoda, ya'ni xalqaro tashkilotlar, ba'zi bir hukumatlar tarafidan qarshi chiqildi bunga nisbatan. Masalan, bultu Ali Wiesel-niki qonunni amalga oshiradigan mushundaq qirg'inchilikning oldini oladigan, ya'ni qirg'inchilik bo'lishining ehtimoli bo'lgan belgilamlar bor deganlarni shularni to'xtatish, shuning haqida ogohlantirish berish mushundaq narsalarni o'tirib qo'yildi. Uningdan sirt shu qirg'inchilik kelishimi, ya'ni qirg'inchilik ahdininki ba'zi bir moddalari bo'yicha qirg'inchilikning oldini olish yoki qirg'inchilik bo'lish ehtimolining bo'lish belgilarini, bishoratini uqtirish degan mushu ahvollarni o'tirg'i qo'yildi. Mushu ahvollarniki, ya'ni mushu aktlarning, qonunlarniki amalga ishi nimasi kelganda Amerika hukumati bu tarafda o'tirg'i qo'yilgan, ya'ni hukumat tarafdan. Masalan, Jeffrey boy o'tirib qo'ygan vaqt kelganda, masalan, mush qirg'inchilikning oldini olish uchun qanday qilish yoki mushuniki qanday metodlarni ishlatib qirg'inchiliklarni yuz berishini oldini olish degan haqida o'tirib qo'ydi. Endi bu yerda qirg'inchilik bilan umumyuzlik o'ltirish yoki bo'lmasa ko'p sonli insonlarni o'ltirish deganning bu yerdagi farqini tushunish, ham shundaqla qirg'inchilikning qonuniy aniqlamasini aniqlash shu tarafdan o'tirib qo'yganlarda insonlarning ruhiy tushunishi, ya'ni psixik tushunish masalasiga alayda ko'ngil bo'lishning muhimligini bu yerda o'tirib qo'yganlik bo'ldi. Rahmat Avlina sizga. Men bu yerda bunday aytganda bir xil bu yer men uchun bir kongressniki, ya'ni shu Uyg'ur qurultayiniki nayt qahramon a'zolarining oldida men o'zimning mana fikr qilish men uchun bir sharaf. Men hukumat xodimi bo'lib ishlayotganim 20 yil bo'ldi. Yani parlament vaqtidagi hayotimda asosliq men Tibetlarningki ahvoli uchun targ'ibot xizmatini qildim. Keyin men Uyg'urlarga nisbatan Xitoy hukumatiningki qarshilik chiqargan nayt yuqori darajadagi bir insonlar ekanligi bularni bildim. Undan keyin men ham shundaqla mushu Uyg'ur masalasi tufaylidan 6 xizmatdashim Xitoy tarafidan jazoga uchirdi. Bunday chiqqanda biz buni o'zimizga sharaf deb tushundik. Ya'ni Xitoy hukumatining butun dunyo miqyosida kishilik huquqini dafsanni qilish shundaq ahvollariga qilgan mushu masalasi tufaylidan biz Xitoyningki jazosiga uchirganligimiz o'zimizni sharaf his qilamiz. Buning ichida birisi Nusrat G'aniba. Masalan, bu yerda biz Rahima qatorliq bir necha Uyg'ur do'stlarimiz bilan bu haqda biz birga xizmat qildik. Endi biz o'zimizniki biz shu Bosniya qirg'inchiligidan qanday bir dars oldik degan masala kelgan vaqtda biz mana shu Sarayevoda, ya'ni 29 yilning oldida nima yuz berganmish kelib o'zimiz shu ahvolni so'zlab o'tiribdimiz. Bunda aytgan vaqtda biz shu vaqtda nima yuz bergan berayotgan vaqtni nayti kash tushundik. Ya'ni hatto shu Yevropa o'zida, ya'ni shu Yevropaning markazi turgan
Muşunda bir yerde 29'un aldıda muşda bir insanların təqdiriga əkəgən bir qorqunuşluq bir ahval yüz bergen. Muşunda bir qorqunuşluq ahval yüz bergen vaqtda biz bunu e'tirof qilishda biz nayt bir kechikkan edimiz. Endi biz Şinjan yani Uyg'urlar masalasi haqida shu Amerikada nimada Angliyada mushu haqda yuz bergan nimani nayti kesh angladik. Gerçi Angliyada mushu haqda nurg'un yani Uyg'urlar haqida nurg'un kishilar bilsimi buni hozir biz bilgan yani qirg'inchilik yuz berayotganini hozir mushundaptida mushundaq maydonda qirg'inchilikning yuz berayotganligini mushularning bilishimiz yani bilishni e'tirof qilishimiz nayta kesh bo'ldi. Endi demak biz bu qirg'inchiliklardan nima yuz berdi degan vaqtda biz bu qirg'inchilik yuz berganda biz o'zimiz darsimizni oldik deymiz. Yana bir qitim yana mushunda bir ish yuz bergan vaqtda biz yana darsimizni oldik deb mushundaq to'xtab qolmaylik. Endi mushu bir darsni oldik deganni o'lish uchun biz qonuniy advokatlarni ishlatdik. Ya'ni qonuniy advokatlarning bizni mushunda bir darsni oldik deb deyishimizga bir sababchi bo'ldi. Ya'ni shuning uchun mushunda bir advokatlarning gapini anglamay muqimlashma bo'lmagani uchun mushunda bir qaymuqish, ya'ni mushunda bir e'tirof qilishni qaymuqib mushuni e'tirof qilmasligimiz uzun bir vaqt nim qildi. Endi bu masalada Jeffrey Nice o'zininki degan eng muhim bir narsani o'tirib qo'ydi. Ya'ni sen shu mundaqcha vaqtda qirg'inchilik yuz berganliginiki bishartini yoki shuni haqiqatini ko'rgandan keyin uni chuqum shunda qirg'inchilik deb e'tirof qilishning nayt zo'rligini o'tirib qo'ydi. Ham shundaqla shunda e'tirof qilish ekanligini bizga yaxshi aytib berdi. Bu parlamentlarda e'tirof qilishi kerakligi, ham parlamentlarda mushundaq qirg'inchilik deb e'tirof qilishning o'tirib qo'yish ekanligini bizga parlament a'zolari qadar akirdi. Ya'ni bu ne Jeffrey Nice bizga akirdi ya bizga bu bishoratni berdi. Bu tarafda uningdan sirt yana Xitoy kompaniyalari, masalan Huawei'ga o'xshash shundaq kompaniyalarninkimi mushu qirg'inchilikda ularniki hassining borlig'ini qilib mushularni to'xtatish aqalligida hukumatlarningki ya'ni govmatlik xalqarada o'zining nima majburiyati borlig'ini ado qilish uchun mana mushu ahvollarning hammasini birin akilishga mundaq vaqtda hukumatlarniki bir qaymuqishni paydo qildi, ammo qaymuqish bo'lmasligi kerak. Endi bu masalaga yo'qdi, masalan Rwandada bo'lgan qirg'inchilik, Bosniyada bo'lgan qirg'inchilik, mana mushularda qaymuqishning akagan natijasi, ya'ni qaymuqishning qandaq bir kechikishlar akagan ahvollarni mushu niyada akirdi. Endi Şinjan masalasiga kelsak, nayt aniq Uyg'urlar qotillik uchirdi, qiyin qistoqqa ham shundaqla Xitoy hukumatining ya'ni amaliyot etgan vaqtda bir mustaqil Sharqiy Turkistonda ilib bordi mana shunda qirg'inchiliklarni. Shunda bo'lganligi uchun Xitoy hukumati ularning qilgan mushu jinoyatlari uchun uning hisob tortilishi, ya'ni xalqaro qonun bo'yicha bular cho'qim jazoga tortilishi degan mana mushu darsni oldik deb qarashimiz kerak. Rahmat. Davlatlar irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishni bir bahonalar bilan o'zini qochirdi. Biz bu yerda uniki bu davlatlarniki xalqaro ehtinomlar bo'yicha harakat qilish majburiyati borligini bilganlik uchun o'ziga bunday voqealikni bugungi suhbatlarimizda yaxshi bilib oldik. Ama insoniyatga qarshi jinoyatniki bo'lsa, bu irqiy qirg'inchilik qaraganda biroz kamroq ma'noni o'z ichiga olganligini his qildik. Ya'ni bu yerda bu insoniyatga qarshi jinoyatniki garchi bu yerda irqiy qirg'inchilik muddasi bo'lmasin-du, ammo ko'p kishilarniki begunoh o'lishiga keltirib chiqargan bu jinoyatlarniki insoniyatga qarshi jinoyat deb atalganligini biz bu yerdan tushungan bo'ldik.
Bundan başqa xalqaro qonun sohasida shu irqiy qirg'inchilikniki aniqlamasini qaytadan bir bekitib belgilash, shu tipik, yani bu an'anaviy tushunchalardagi irqiy qirg'inchilikniki hozirgi vaqtlarda zamonning o'zgarishi bilan ba'zi boshqa shakllarni chiqayotganligini va bu shakllarga qarata xalqaro jamiyatniki, xalqaro ahdlarniki yanglish to'g'riliq bo'lgan chaqiriqlarni anglayapmiz. Bu yerda bu irqiy qirg'inchilikqa aniqlama beradigan, hukm qiladigan bir siyosat bor, yani qonun emas, siyosat. Ya'ni bu irqiy qirg'inchilikniki sotlar tarafidan deyilishi kerakligini deganda, lekin amaliyot undan qiladigan bir davlatlarniki maxsus unga qaratigan bir soti yo'q amaliyotda. Bu irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishda buniki qonuniy nuqtasidan bakroq siyosiy nuqtaga ahmar birg'aligini ko'ryapmiz. Chunki bu yerda irqiy qirg'inchilikqa sotlar buni bekitib qarab chiqib bahobasin degan bilan bunga maxsus qaraydigan sot yo'q. Xalqaro jinoiy ishlar sotidimi Yazidi xalqininki uchirgan irqiy qirg'inchilik masalasi o'qasa Germaniyada shu yaqinda yuz berdi. Germaniyaga sotdi bu masalaga qarab chiqib Yazidlarga irqiy qirg'inchilik ilib borganligini qildi. Bu irqiy qirg'inchilikni haqiqatan e'tirof qilishda bu yerda qonuniy jihatdagi to'sqinlarning qonuniy jihatdagi yo'llardan boshqa buniki siyosiy taraflarini ko'zdan qochirib qo'ymaslikni nihoyat muhim ekanligini bu yerda ko'rib olish bo'ldi. Ben bu yerdagi qimmatli mutaxassislar bilan birlikte sözleş pürsüge oluşum köp faxrlanaman. Mutaxassislarimiz bu masala haqidagi bir qancha muhim nuqtalarni o'tirib qo'ydi. Men shuni tushunman. Menimcha Bosniya qirg'inchiligidan o'rganish tegishli bo'lgan muhim darslar, chiqarish tegishli muhim darslarning birisi shuki bu irqiy qirg'inchilik oddiy bir jinoyat emas. Bunda bir qabih bir jinoyatning uyg'unlanishi uchun bir kechadan bo'lib qolmaydi. Buni uzun bir jarayon ketadi va uning alomatlari bo'ladi. Biz Uyg'ur xalqininki o'ligi va inson haqlari uchun kurash qilayotgan kishilar bu sifatimiz bilan bu Uyg'ur qirg'inchilikning alomatlarini, bishoratlarini biz sezganligimiz uchun biz o'zimizningki ilib olgan faoliyatlarimizda, o'zimizningki qilayotgan da'vo faoliyatlarimizda biz har xil shakllar bilan siyosatchilar bilan ko'rishish, mutaxassislar bilan ahvolni anglatish, qatorliq har xil shakllar bilan buni dunyo jamoatchiga anglitishga tirishdik. Cümleden Amerika'da biz devlet xodimlari, hükümet xodimlari bilan ko'rishgan vaqtida bu isbotlarni ko'rsatib, bu davlatlarniki buning uchun konkret tadbir qo'llashni talab qildik. Biz dastlabki vaqtlarda bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining muhim alomatlarini, bishoratlarini biz Amerika hukumat amaldorlari bilan ko'rishgan vaqtlarimizda, sungan vaqtimizda bu ahvolniki qanchalik bir ig'ir va keng ko'lamda ilib borganlik so'zlagan vaqtimizda qo'limizda u zamonlarda isbotlar tubak ko'p bo'lmaganligi uchun bizga shu hukumat amaldorlari bizga voy bak ashur o'tib borsizlar deb ashta gumoniy qaragan ahvollar bo'lgan.
keyin bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga aloqador nurg'unlagan isbotlar o'tirg'i chiqdi va vaqtdan keyin o'tishi bilan bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki haqiqatan inkor qilg'ili bo'lmaydigan bir paketga aylanganligini biz ko'rdik ve dünya cemaatçiligi buni to'nib ketishga boshladi. Bu jarayonda nurg'unlagan qimmatli isbotlar o'tirg'i chiqdi. Jumladan Xitoy hukumatininki 100 minglarcha odam sig'adigan jazo lagerini qurganligini Sunyamra orqali isbotlangan rasmlar o'tirg'i chiqdi. Xitoy hukumatininki Uyg'urlarniki mazarlıklarını ve Uygur medeniyetiga aloqador muhim diniy ve milli abidlarniki vayron qilinganligini aloqador resimler o'tirg'i chiqdi ve bu orqali biz bu Uyg'ur qirg'inchiligininki amaliyotda bo'layotgan bir paket ekanligini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. Ve Uyghur irqi qirg'inchiligini derhal to'xtatishni talab qildik. Biz bu so'zlarimizda, talablarimizda ko'p vaqtlarda shu Sarajevo'da, Srebrenica'da yuz bergan bu qirg'inchilikni misol qilib keltirdik. O'z vaqtida shunday qirg'inchilikning alomatlari shunday aniq bilingan bo'lsa-mu, bu davlatda turayotgan teşvik qo'llash qismlari buni jiddiga olmay shunchalar odamlarninki begona xirlik bitishiga sabab bo'lgan. Bu ishtibohlar Uyg'urlarninki taqdirida yuz beryotdi. Xitoy hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchilik nihoyatda ustunlik bilan elib bormoqda. Bir tarafdan Uyg'urlarni usti ochiq bir turmaga aylantirib qirg'inchilikni yapasa, yana bir tarafdan Xitoy hukumati boshqa qirg'inchilik yapgan davlatlarga qarama-qarshi holda bu yerda kuchli tashviqotni kuchaytirib Sharq Turkistondagi qirg'inchilik bo'layotgan bir yer emas, balki buningki sayohatchilar ko'p boradigan bir muhim sayohat rayoni bo'layotganligini, bu yerda hech qanday irqiy qirg'inchilikniki yuz bermaganligini iborat yolg'on tashviqot bilan butun dunyoninki matbuotlarini to'shqizib etdi. Bu bizni bir yerda nayda qayg'uga cho'ktirgan nuqta bu xalqaro jamiyatlarniki shunchalar qonun ve ehtinomalar ve tüzümler oturga qo'simi irqchilik aloqador nurg'unlagan isbotlar oturga chiqqan bo'lsin, lekin yana tarixdan yaqin mayli burunqidan bo'lsin, mayli keyingidan bo'lsin, tarixdan dasamay yana o'zininki şu qirg'inchilik sal qarash ve onunki yuz berishni to'smaslik iborat bu nuqtasi bizni ko'p qayg'uga soldi. Endi biz mushunda bir ahvol, ya'ni mushunda bir qirg'inchilik qanday qilib bu 21-asrda yuz beryotdi? Mushu haqiqatan mushunda bir ahvol bo'yotamdi mushunda qirg'inchilik. Mushu masala kelgandan keyin albatta mushu rayondan haqiqatan shunda bir qirg'inchilik ahvolning yuz berayotganligiga faktlar maydonga kelishga boshladi. Yani şunda bulsama bizning yani o'ylaydiganimiz har vaqt 24 saat. Mushu xalqarada gerçi mushunda ahvollar yuz bersa, uni to'xtatishga nima qiladigan ularning majburiyati bor turg'uliq haqiqatan 21-yilda mushunda bir ahvol yuz beramdi. Mushunda bir qirg'inchilik yuz beramdi degan bu ahvol bakmi qiyin, hamda bunday aytganda haqiqatan mushu bir reallik ekanligini qabul qilish nihoyatda qiyin. Bu ahvollarda kalima dedi bu meselede de. Onun için sen mi dediniz, siz mi dediniz yani bir sözlügüçü, yani bunda qirg'inchilik bir kişinin işiyle yüz berip kalmaydı dep. Elbette bu qirg'inchilik degan elbette plan bilan, maxsus tayyorlik bilan elib berildigan bir qilmish.
Endi uningdan sırt mana shunday Jeffrey Nice dedi. Mesela bir qirg'inchilik neki 10 turlik qadam bosqichlari bor. Mesela birincisidan boshlanish, hamda uning ichida 10 qismi, 10 turi kelgan vaqtda o'sha haqiqatan bo'layotgan qirg'inchilikni e'tirof qilmaslik, ya'ni uningdan tenib olish. Mana shunday ahvol amaliyotganda Natsiya hukumatiningki qirg'inchilik ib bo'lgan vaqtda shunday bo'lgan. Mesela Natsiya hukumatiningki bütün şu bo'lgan qirg'inchiliklarga paket bo'lgan materiallarni, paketlarni yo'qotishi. Yo'qotib, uningdan qo'pib buni tenib olish, ya'ni qirg'inchilik ib bo'lganligidan. Endi shunday ahvollarning hammasi hammamizning samida bo'lsin. Uningdan sirt, ya'ni Yazidi qirg'inchiligi Muşunda ahvalnama mı Yazida qirg'inchiligi bo'lgan vaqtida ham shu qirg'inchilikdan tenib olish uchun shu qirg'inchilik uchirgan xalqninki a'zolarini o'zlarini ishiltib shu qirg'inchilikni e'tirof qilmaslik, ya'ni tenib olish ahvollari yuz bergan. Yani bu bir yerda demoqchi bo'lganimizning asosligi bütün paketlarni yo'qotib, hech qanday yuz bermadi deb tenib olish. Mana mushu ahvollarma biz yana bir burunqi bo'lgan qirg'inchiliklardan o'rgangan darslarimizning biri bo'lishi kerak. Jeffrey Nice'ninki qirg'inchilik Bosniya bo'lgan qirg'inchilikqa nisbatan aytqanda uniki bir qancha muhim ahvollarni dedi. Ya'ni buningki birinchi nimasi bo'lsa-mu, shu xalqaro jamiyatninki Uyg'ur qirg'inchiligi bo'lgan pozisyoniki aniq bo'lmaganligi, ya'ni pozitsiya bildirmasligi, tinchlik turib elishi. Uningdan keyin mushu, ya'ni uningdan sirt mushu BDTninki qirg'inchilikni yuz bergizgan shu jinoyatchilarni jazolash uchun bularniki dokumentlarni chiqib mushta ep berishi. Albatta hamda Uyg'ur masalasi kelgan vaqtda bunda paketlarni, ya'ni bunda jazolash paketlarini Xitoyga qarshi, ya'ni Xitoy hukumatini jazolashga elib berish kerak. Hamda savolning naq o'ziga kelsak, qandaq bir tadbirni qo'llanish kerak, ya'ni nim ilish kerak, ya'ni yana bir narsa esimiz tutaylik, Xitoy hozir mushtaqdan aytdi kuchli bir salohiyat tutyapti. Ashunda ahvoldami biz qandaq nima ish qilish kerak? Mushu masala kelaylik. Amaliyat ketganda BDT bexatarlik komissionininki ahvoliga kelsak, endi bizning endi bu bugungi asosliq nuqtamiz, so'zlamoqchi bo'lgan nuqtamiz, biz nima dars olmadik, ya'ni bo'lgan qirg'inchilik, nima qirg'inchilikni olmadik degan masala. Endi bu masala kelsak, Amerika hukumati burun-burundilla, masalan Xitoy hukumatiningki ko'p keng ko'lamli qirg'inchilik qilib berish, ya'ni kishilik huquq dafsandichiligi mushu masala haqida azaldan qonunlarni, ya'ni qonun loyihalarini o'tirib qo'yib keldi, shuni to'xtatish. Doim mushu haqlarda, mushu butun komissiyonda mushtaq qo'ydik, davomliq loyiha, ya'ni qonun loyihalarini o'tirib qo'ydik. Ya'ni bizning buning ichidagi kallimizdagi narsa albatta mushularni qilib bir amallik bir narsa bo'lmasa-mu, ammo buningda cho'qim Xitoydan yengilmaymiz. Endi mushundaq nimalarni o'tirib qo'ymoqda albatta biz bilatdik, Xitoy hukumatining davomli diplomatik usullar bilan, har xil yo'llar bilan buningga qarshi chiqadiganligi. Shunda qarshi chiqsa-mu, biz Amerika hukumati davomli buningga qarshi holda o'zimizningki o'zimizningki qonuniy loyihalar bilan buni qarshi chiqdik. Ammo shu mezgillarda Xitoy hukumati garchi kuchli bo'lmasa-mu, o'zlariningki nimalarni o'ziniki do'stlar bilan bir ashta birlik qurib, bularni ya'ni mag'lub qilishga, ya'ni bizning qarshiligimizni mag'lub qilishga nima qildi? Menga nisbatan nayt bir ichinarlik ahvol, ya'ni umidsizlik ahvol nima bo'lgani? Biz mushundaq davomli qilayotgan qarshilik Xitoyga qarshi harakatlarimizga
mag'lub bo'ldik. Mushu mag'lub bo'lishning o'zi nihoyatda bir ichinarliq ish. Onun için biz mushu vaqtlarda Sharq Turkistonda yana mushu Uyg'urlarninki bo'layotgan ahvollariga qarshi garchi mushta qonunlar bilan biz Xitoy hukumatini utanmasaqmi, ammo buni davomli qilishimizni, ya'ni yoki bo'lmasa boshqa yo'llar bilan, ya'ni mushu haqda biz g'alaba qilishimizning boshqa yo'llari borligini o'ylamag'inimiz men uchun nihoyatda umidsizlarlik. Masalan, hozirgi bir qonun, yani mushundaq bir targ'ibot, ya'ni mushta targ'ibotda biz yengilsakmi, biz mushuni davom qilishimizniki mushta qilmaganligimizning o'zi bir ichinarliq ish. Hatta biz mushu councilda, ya'ni mushu BDT'ninki komissiyonligida biz ba'zi bir davlatlarga, ya'ni mushu Amerika davlati qilmagan ishimiz nima bo'ldi degan vaqtda, masalan Malayziyaga o'xshash bir necha davlatlar, garchi bular biz mushu o'tirib Uyg'urlar masalasi haqida o'tirib qo'ygan qonunlarni qabul qilmasimi, uning ovoz bermasimi, eng bo'lmaganda ular hech qanday jimjit turib olish kerakligida. Mushuna jimjit turg'izib oldiganga biz tadbir qo'llanmadik. Mushularning hammasi Amerika hukumati tarafida bizningki mag'lubiyatimiz. Ya'ni mushu Amerika BDTning bir qanday bir qo'ral qilib ishlatib turib, mana mushu masalalar kelgan vaqtda biz qanday qilishimiz, ya'ni garchi bizni mag'lub bo'lsaqmi, biz mushu yerda Xitoy hukumatini eng bo'lmaganda o'zini oqlaydigan ashunda bir maydonga keladigan majburiyatni ashta qila oladigan bir huquqimiz, kuchimiz bordi Amerikaning, ammo biz buni qilmadik. Bu bizning mag'lubiyatimiz. Rahmat Kale, nihoyatda bir muhim nuqtani o'tirib qo'ydingiz. Ya'ni hatto UK, Angliya hukumatimi shunda ahvol bo'ldi. Mashhurdan bir necha qonun loyihalar bordi, asha qilish imkoni bo'lgan, ammo qilmadi. Ya'ni bupmi xalqaro jinoiy sud mahkamasida qila oladigan ishlar qiladi, ammo qilolmadi. Masalan, Xitoy bilan O'rus hukumati shundan qarshi turdi. Ya'ni shunda qarshilikdan ekanda hatto Angliya hukumatimi bir ishlarni qila olish mumkin edi, ammo qilmadi. Endi shundaq ahvol turib, eng bo'lmaganda Amerika, eng bo'lmaganda azroq nim qildi. Albatta Amerikaning hukumatiningki shundaq bir qonunlarga qarshi chiqish nimasi kelganda hech qanday bir davlatlarning bir qildigan ishi yo'q. Bu BDTda, ammo mening tushunmaydiganim nemishga mushu axloqiy tarafdan mushu insoniyatga qarshi jinoyat, qirg'inchilik masala kelgan vaqtda butun dunyo bo'yicha aytgan vaqtda ikki davlat bor, hamda shundaq ahvollar qarshi turgan. Birisi Xitoy, birisi Rossiya. Shunday ahvollarda nemishki biz Amerika hukumati, ya'ni UKdagi mushta davlatlar nemishki shunday hech nima qilmadik. Shunga hech bir tushunmayman men. Albatta to'g'ri, shundaq shu vaqtdagi shu qonunni mushu Amerika shundaq kuchli davlatlar nurg'un davlatlarga besim qilmadi, ya'ni shundaq qilmadi. Shunlarga inab yetarli targ'ibot xizmatini qilmadi. Uningdan shu vaqtda ammo Xitoy hukumati o'zining ishini qilyapti. Ular o'zi qildi, bular boshqa davlatlarni o'ziga do'st to'plab, o'zininki mavqesini qabul qildirish uchun nurg'un ishlarni qildi, ammo Amerika hukumati boshqa kuchli davlatlar shunday ishni qilmadi. To'g'ri. Bu faqat BDTninki bexatarlik konsuldilar emas. Mening qarashimcha, hatto biz umumiy tarafdan aytgan vaqtda biz yetarli darajada shundaq ahvolga xalqqa, ya'ni butun xalqaro jamiyatlarga ham shundaqlarga mushtaq jinoyat, qirg'inchilik jinoyati shunday nimalarga biz yetarli mablag' solmadik, xalqlarga yetarli so'zlamadik, xalqaro sahnalarda yetarli xizmat qilmadik. Masalan, shu kishilik BDT kishilik huquq konsuli, BDTninki umum yig'ini shundaq nimalarda shu Uyg'urlarga munosabatlik bo'lgan, shular qarshi chiqqan shularning masalasini o'tirib qo'ydigan qonunlarni yo'l qilishda, shuni akirishda biz yetarli xizmat qilmadik. Mana shu masala kelgan vaqtda men sizni ham qilma. Biz albatta BDTga o'xshash shunday nurg'ulg'an xalqaro organlarningki qilayotgan shu qilmishlari tarafidan umidsizlandik, ham jiddiylashdik. Bunda aytgan vaqtda
Xitoy hukumati bunday chiqqan vaqtda ovozlarni setib oladi, ham shundaqla boshqalarni bo'zaq qiladi. Mashtaq mayl har qanday xalqaro organlarni, mayli bo'liqi xalqaro tijorat organi bo'lsin va yoki boshqa bo'lsin, mushundaq qilib shularga bo'zaq qilib qo'ldan kelganini qilsam, biz hech nima qilmay qarab turdik. Masalan, hatto bexatarlik konsulnimi shundaq bo'zaq qilib, o'zining bilginini qilib, lükchaglik qismi biz shunning shundaq qilishiga yo'l qo'ydik, ham qo'yib berdik. Amaliyotda biz shuni to'xta deyishimiz mumkin-da, ham to'xtatib mushundaq nimada ularniki shu qilayotgan qiliqlarninki, qilmishlariniki jazosini tortishi, jazosini tatqiza olishimiz mumkin-da. Kamiliyatda shu ishlarninki, shu o'ziniki siyosatlarini o'zgartirishga shuna ta'sir qilmagan bo'lsa, biz yetarli bir unumli bir ishlarni qila olib bo'ldik. Shunda bo'lganligi uchun biz hech nima qilmaganligimiz uchun Xitoy hukumati ashundan qanday bir natija ola oladiganligini bilib, biz hatto bilib turib, shu sahnaning oqis turib Xitoy hukumatining kashi ovozlarni setib ola oladiganligini, ashundaq qilmishlarni qildiganligini, o'zining bildiq qo'ldan kelganini biladiganini qildiganligini bilib turib, biz shuningga yo'l qo'ydik. Albatta, mushu masalaga kelgan vaqtda biz Chex Respublikasining noyatda bir qahramon bir hukumat bo'la olganligini nim qildik. Masalan, IPAC xizmatini IPAC xizmat yig'inining bo'lishini yo'l qo'yganligiga. Biz Xitoyning mushundaq lükchaklik qilmishini nima uchun mushundaq bu qadar yo'g'inab ketdi yoki mushundaq qilyapti deganda nima uchun degan vaqtda Xitoyninki bütün nim tarafganda masalan mineral materiallarning 91sini bütün tijoratning hammasi o Xitoyning qo'lida. Xitoy bunda chiqqanda tijoratni bütün narsani monopol qilib olganligi uchun biz o Xitoyning nima qilib o'zining lükchaklik qilishiga yo'l qo'yapmiz. Ya'ni Xitoyning nimkaga vaqtda nurg'un tarafda ularningki nimasi kelganda biz Xitoyga biqindi bo'lib qoldik. Masalan, Xinjiangning masalasiga kelgan vaqtda Xitoyda ishlatayotgan majburiy emgak masalasi, bütün shu to'qimachilik masalasidagi shu majburiy emgak silib turib qotgan narsalarga shu g'arb dunyosiga bütün Xitoydan ishlab chiqargan narsalarni g'arbga eksport qildi. Mana shu eksport qilgan narsaligini biz setib olamiz. Mana shuningdaq narsalarni amaliyotni etgan vaqtda biz olmasligimiz, setib olmasligimiz, Xitoy majburiy emgakni ishlatib biz qilayotgan shu tovarlarni olmasligimiz kerakdi. Biz shularning hammasiga beqinib qoldik. Shunda bo'lganligi uchun Xitoy o'zlikchakligini qiladi. Mana shularni qanda masalan Angliya parlamentidami shunda masala ustida o'tirg'i qo'yib shularga jazo berish, shularni to'xtatishga biz hech nima qilmadik. Ya'ni shu Xitoy kompaniyalarining shundaq huquqlardan, ya'ni tijoratdan foydalanib bizni o'ziga beqindi qilishi, ya'ni azam mollari bilan bizni kontrol qilishiga yo'l qo'ydik. Biz bu yerda xato ish qilayotganlarni nomini atash va uni sharmanda qilish imkoniyatimiz bor edi. Xitoy hukumati mana shundoq azammonlik muhitni bulg'aydigan masalalarni ishlash orqali dunyoninki navbatdagi 40% zaharli gazni qo'yib berishni qo'yib olmoqda. Ve Xitoyning bu qilmishlari faqatlam o'zininki manfaatidan foydali bo'lib qolmasin, balki butun dunyoninki umumiy manfaatiga jumladan muhit qo'llash masalalariga bu degicha ta'sir ko'rsatyapti. Bu Uyg'ur majburiy emgak masalasida har qanday bir iste'molchiniki, Yevropadagi iste'molchiniki tanlash huquqi bor. Ular Uyg'ur majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni setib olmaslik orqali Xitoyga bo'lgan o'zininki tanqidni ifoda qiladi. Rossiyami qabih jinoyatlarni epirvatida Ukrainadan 20,000 kichik bolani yetkazib akitib, ularning ismlarini o'zgartirib, ularning tillarini o'zgartirib
ularni assimilyatsiya qilyotidi. Ularga butun dunyo jamoatchiligi nihoyatda egi chiqdi va u to'g'riliq so'z edi. Ammo Sharq Turkistonda shu qadar qabihliklar yuz bersimi, lekin dunyo jamoatchiligi bu to'g'riliqda yetarli inkos qilmadi. Biz bundan dars olishimiz va o'zimizni nomus his qilishimiz kerak. Tim bir qancha muhim boshlang'ichlarni Angliyada bo'layotgan aytib o'tdi. Cümleden bu kul emgekler işlep çıkan mahsulotlarninki Angliya bozoriga kirishi va o'zi to'kma qilib sotilishini cheklashdan iborat ba'zi qonun loyihalari bor. Afsus bu qonunlar Uyg'ur majburiy emgakini cheklashga aloqador ba'zi muhim qonun loyihalar bu yerda qilinmadi, qaror o'tolmay qoldi. Bu yerda cho'ng Uyg'ur majburiy emgakdan foyda olgan cho'ng shirkatlarningki mas'ulasi bor bu masalada. Bu yerda iste'molchilarningki yoshirin kuchini We now expect to see on products that it's environmentally friendly, produced from a sustainable source. biz bu yerdagi nimalarda mahsulotlarningki muhit qo'g'dash belgilamalariga rioya qilgan shaklda asl bo'lgan mahsulotlarningki bildiradigan işte markalarni bilamiz. Yana bu qilib bo'lgan bir ish. Yana biz bu yerda davlatlarningki shunday majburiyati bor, mush iste'molchilarga qaysi boshqa iste'molchilarga bu mahsulotningki qul emgak bilan ishlab chiqarilganligidan iborat bu bishoratlarni bildirgan majburiyati bor. Yani buni qilinmaydi. Buni qilgan vaqtida bu iste'molchilar xuddi bu mahsulot sotib olgan vaqtda mahsulotning to'pisiga chaplangan bu mahsulot muhit qo'g'dash belgilamasiga aloqador mahsulot ko'rgan vaqtda uni sotib oldi, muhitda bulg'aygan mahsulotga kelgan bo'lsa sotib olmaydi. Ashuna o'xshashlar bu qo'l emgakiga chetishliq bo'lgan mahsulotlarni iste'molchilarga bildirgan vaqtda ular uni bilib, men ko'pincha odam uni sotib olmaydi. Shuning uchun bu yerda hukumatlarniki aslida qiladigan nurg'un ishi bor edi. Biz bu qo'l emgak masalasida Xitoyning ishida mustaqil tekshirish yapishning mumkin bo'lmaganligini bilamiz. Ben bir qitim bir maslahat setilish uchun bir do'konga kirgan edim. Bence bir yerde bu qo'l emgakini to'xtatishdan iborat cho'ng mas'uliyatni bu her bir kichik iste'molchilarga döngab qo'yish menga to'g'ri ish deb o'ylamayman. Chunki ularningki setib olish kuchi va boshqa narsalar bilan bular yanilam. Gerçi ba'zi narsalarni bu mahsulot qo'l emgak bilan ishlab chiqildi degan taqdirda, lekin bular chunki setib olish iqtidori bo'lmagan, qudrati bo'lmaganligi uchun uni cho'qim setib olish notayin. Shuning uchun bu yerda davlatlar o'zininki qo'l emgakini to'xtatishdan iborat bu cho'ng majburiyatini xalqqa döngab qo'ymaslik kerak va uni o'zininki davlatda sahip bo'lgan imkoniyatlar orqali bu masalani to'sish kerak deb o'ylayman. Uyghur irqiy qirg'inchiligiga aloqador isbotlarni ko'rganimizda Xitoy hukumatiniki bu Uyghur bolalarni o'zining atalaridan ayirib, o'zininki madaniyat yildizidan ayirib, assimilyatsiya qilganligini va uning o'xshash isbotlarni bilalaymiz.
Ve bu bir yerde Xitay hükümetinin kıgalları bilen şu Ukrayna uruşı başlanğandan keyin Rusiyanınki qilgan qilmishlar o'rtasida hech qanday bir farq yo'q. Kanada hükümetiniki 10 ming Kanada parlamentiniki 10 ming Uyg'urni Kanadaga yerlashish siyosatiniki butun dunyo xabar topdi va bundan ta'sirlandi. Ham bu yerda shunday bir savol tug'ildi. Bu yerda qanday qilib bu 10 ming Uyg'urni yetkazib Kanadaga aparish va uni yerlantirish cho'ng bir vazifa bo'lib hisoblandi. Buni qanday qilish imkoniyati mumkin? Dünyada hakikaten adamlar insanlık akıl etmeydiğin şundak bir işler var. Bu dünyada muhitini en bulgaydiğin devlet yani Xitay'ınki bu halkaranınki bu muhit qoğdaş tırşalıqınınki en aldığa kep qağalıqı. Buna hakikaten insanlık qabul qılamaydı. Bu 10 ming Uyg'ur ne Kanadaga kelib yerlashish masalasiga qaytib kelsam, men Zübeyra efendimninki ishxonada ishlagan vaqtimda biz bu Kanada hukumatiniki Uyg'urlar qanday yordam qila oladigan imkoniyatlarni birlikda izlagan edik. Biz bu yerda Uyg'ur irqiy qanchalik to'xtatish uchun shu irqiy qirg'inchilik uchrayotgan xalqqa qanday yordam qilamiz degan savollarni o'zimiz qo'ydik. Kanada bir tipik ko'chmanlar davlati bo'lish sifati bilan bu jihatlarda Uyg'urlarga yordam qiladiganligini biz to'nib ketgan edik. Biz buni biz bularni Yezidlarga, Kurdlarga, Yezidlarga, Afg'onistonlarga, Suriyaliklarga qilgan bu muomala nimada biz Uyg'urlar qilolmaganmiz degan savolda o'rtasida muzokara etdik. Kanadadagi Uyg'ur aktivistlarmi bu vaqtda o'zininki Kanada davlatiga bo'lgan talablarini o'tirib qo'yishga boshladi. Biz bu qonunga chiqishning oldida biz Kanada parlamentindeki avval bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishning muhim bir oldingi shart ekanligini to'nib ketdik. Gerçi hükümet bunu e'tirof qilmasimi, ama biz gerçi hükümetninki e'tirof qilmoq bilsakmi, lekin parlament a'zolarininki bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganligiga ishondik. Ve keyin bu vaqtdagi nimalardimi ovoz berishdimi mutlaq qism parlament a'zolariniki buni qarshi turmaganligini ko'rdik. Irqiy qirg'inchilik biz Amerika Kanada hükümeti biz oyuldık biz her qanday bir tedbirini işletip şu Uyg'urlarga yüz berip atkan qirg'inchilikqa javob qaytarish, yani qirg'inchilikqa nisbatan o'zimizningki tedbirini ve yoki shunga nisbatan bildirish ashuni o'tirib qo'ydik. Albatta shunda bo'lganligi uchun shu bunday aytganda Kanada hukumatining bunday bir cho'ng bir muvaffaqiyati deb qolaymiz. Chunki gerçi biz Şarkı Türkistan'daki Uygurlar bevasi yordam kılamsakmı? Çünkü ulan qabul qilish, ularga yetişimiz yani almış mümkün emas. En bo'lmaganda şu aciz öz memleketinden kaçıp çıkıp ketken ama yanılam nayti aciz altta dünyanın bulun pişqaqlarda qaytırılıp ketiş ihtimalligi yüz tutuvatkan aşında Uygurlarga yordam qilishmi? Bizning Uygur qirg'inchiligi üçün bizning qo'shgan bir hissimiz süptide shunday qilishimiz kerak. Yani bundaq bir ahvolni vujudga chiqarish uchun evde bizde tedbir var, yani bir usulumuz var. Albatta 10 ming degan bak chiqma emas, ama eng bo'lmaganda shu bir ish.
Masalan, Yazidiylarni Kanada qabul qilgan, ya'ni ularningki Yazidiylar yuz berayotgan qirg'inchilikni qabul qilgandan keyin albatta mana hozir Uyg'urlarga nisbatan 10 ming Uyg'urni qabul qilish deganmi bu aytganda bir ulug' g'alaba, chunki mushundaq ahvollarni Uyg'urlar qilish. Endi biz bir yerda mushundaq yana boshqa bir ahvollar bor degan nimalarni o'ylashimiz kerak. Undan mush yaqinqi bir mulohazada mush advokatlar birlashib mush xalqarada bo'layotgan jinoyatlarga nisbatan qanday bir javob qaytarish, ya'ni shularga nisbatan qanday bir tadbir qo'llanish masalasida shunday bir mulohaza keldi. Amaliyotda bunda qirg'inchilikqa qarshi bir tadbir qo'llanish yoki to'xtatish degan bu qandaqdir bir odamningki qism bo'ladigan, qilmisi bo'ladigan ish emas, u yoki bu shart emas, u majburiyat. Mana shu majburiyat shu tarafdan biz shu tarafda bir mulohaza qilsak, qani Umar Qanat. Ben aldığı maşı Uygur köşmeler hakkında bir narsa demekçi. Elbette ben Kanada parlamentinin ki şunda bir kanun çıkarıp 10 bin Uygur'unu kabul kılış şu meselesiga rahmetim var. Ameliyatı başka devletler mi aşında bir ameli tedbir kullanılaydığı ahvalı var. Yani ameli bir tedbir. Mesela başka devletlerge, mesela başka devletler başka Uygurlarınki, Uygur panatlı güçlerinki, yani şu xatar astıda kalan Uygur panatlı güçlerini kurtulduruz şemşilerini nurgun devletlerge, şuları özüge kanuni salayet beriş degen aslında işlem kılalaydı. Hatta Amerika'da mı? Amerika hükümeti Uygur qirg'inchiligini e'tirof qilgan birinchi hukumat. Ya'ni Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarga tutgan pozitsiyaninki qirg'inchilikni o'tirib chiqarganligini e'tirof qilgan bir davlat. Albatta buningda shu ambassador Kalikari cho'ng rol o'ynagan. Hatta Amerika'dan biz Uygur köşmeler meselesi var. Yüzlügen siyasi panatlık için Uygurlarınki şu siyasi panadaki delosi oturlukta, yani işki oturlukta turğuluk. Hatta bazıları 8-9 yıl kütüklük özünün cevabını ne kılış. Hatta şu meselenin biz de hal kılamadık. Şu meselemi Uygur faaliyetçilerinin hizmet edip verişine ters. Hatta biz özümüzün halkıga, özümüzün Uygur halkıga şunu düşündürüş, yani Uygur Amerika hükümeti qirg'inchilikni qabul qildi, ammo qabul qilgan bilan mushunda bir masalani hal qildi, ya'ni mushu Uyg'urlarni siyosiy panohliguvchilar deb turib mushlarni qabul qilib masalasini hal qildi deganlikni mushuni tushuntirishni o'zi biz uchun bir qiyin ham muhim ish. Xalqaro jamoatchilikmi mana mushu masala deganda majburiyati bor o'zininki mushtaq bir ahvolni yordam qilishiga. Albatta Xitoy nayt kuchlik, hatto Xitoy BDT'ninki bexatarlik konsulniki a'zosi, shunga nurg'un shu Xitoy qarshi nurg'un delolarni yoki nurg'un shu xalqaro sotlardimi Xitoy qarshi bir ish qilolmaymiz, chunki BDT'ninki bexatarlik konsuli buni e'tirof qilish kerak, ham yordam qilish kerak. Bu shunda bo'lsa-mu, ya'ni bir nima qilish kerak bu BDT bexatarlik konsuli. Bunu da teptin iştirveliş doğru emas. Mesela müşekinde benim organım boğan Uygur kişilik hukuk kuruluşu Yakın bir doklat ilan kıldı. Yani şu Xitay hükümetineki kılan işleri şu BDT'nin medeniyet kırgınçılığını ip veriş
degan shu madaniyat qirg'inchilik qilganligining shartiga tushadigan ahvollarning borlig'ini, ya'ni Xitoy hukumatining shunda shartiga tushadiganligini shu haqdagi doklad bor. Shunda ahvol turg'uliq BDTning shu Uyg'ur madaniyat, ya'ni shu madaniyatlarni qo'g'lash shu hukumati shuni shu garchi UNESCO shuni e'tirof qilg'liq turib, ammo shu Uyg'ur madaniy qirg'inchiligining bo'layotganligi haqida hech qanday bir tadbir qo'llanmadi. Mushun bir odamning ishongiz kelmaydigan bir ahvol. Shunda bo'lganligi uchun Xitoy hukumatining mana shu Uyg'urlarniki tarixiy o'rinlari, mana hamiyalarini, shu Uyg'ur qozoq millatlarininki mush ahvollarning hammasini yo'qotayotganligi mushta paketlab botirg'iliq UNESCO mushun to'xtatishning o'rniga Xitoyga pul berib shularni davom qilyotdi yo'qotishiga. Albatta siz bu yerda davosiz mesela diniy o'rinlari, shu madaniy organlarning hammasini Xitoy yo'qotyotdi deb aytyapsiz, ammo UNESCO bu haqda hech nima qilmayotdi degan bu ahvollarni aytyapsiz. Ya'ni garchi madaniy qirg'inchilik yuz berayotgan bo'lsa-mu, bu madaniy qirg'inchilikni to'xtatishni e'tirof qilib turug'liq, shartlarining tamomligini, shartlarining to'ladiganligini bilib turib hech nima qilmayotganligi, kishilik huquq jamoatchiligining bu haqda hech nima qilmayotganligi bularning ahvollarning hammasini albatta bir haqiqat, shularni jiqaroq ko'p ish qilish kerakligi o'tirg'a qo'yyapsiz. Albatta bularning hammasi BDTga nisbatan, ya'ni BDTning qilishga tegishli ishlariga nisbatan aytgan vaqtda bir cho'ng savol, ham buningga nisbatan bir besim bo'lish kerak. Endi mushulardan sirt yana mushu bo'layotgan qirg'inchiliklarga nisbatan qolgan shohidlarning ovozlari nihoyatda kuchli ham muhim. Bu haqda Rahima ba'zi bir ahvollarni o'tirib qo'ygan, ya'ni so'zlagan. Menimcha biz o'zimizning taqdim qilgan narsalarimizni o'tirib qo'ydik, hamma yerda o'zimizning ba'zi bir savollarini nim qilgan ahvol ostida bu haqda mushtaq muloyizlarni ipodoq, hamda mushundaq bir muloyizlarni o'tirib qo'ygan nimada buning Rahima ham shundaq bir qancha ashtaq kishilarni, hatto BDTma bularni terrorist deb aytdi Xitoy. Ashtaq ya'ni bularni mushu shohidlarning va boshqa mushtaq so'z berguvchilarniki o'tirib qo'yganlarini yo'q chiqarish ham ularni e'tirof qilmaslik, ya'ni uningdan tinib olish masalasida mushundaq ahvollarni o'tirib qo'ysa biz mushlarga shohid bo'lib qarab turdik. Demek muşu Xitoy hukumatining mushtaq jinoyat o'tkazayotgan jinoyat, ya'ni insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotgan jinoyatlari mushlarning o'tirisi qo'yishi, mushlarning ustida muloyiza olib berish, mushu ahvollarni o'tirib qo'yganlarni mushlarning bostirish uchun Xitoy hukumatining siqishining o'zi mushu haqdadimi ba'zi bir tahlillarni o'tirib qo'yishimiz kerak. Hozir 10 minutlik vaqt qoldi. Mushu haqda mushu 10 minutning ichida biz endi yana bir masala kelaylik, ya'ni mushu oldimizgi 10 yil ichida qandaq bir xizmatlarni qilish kerak, mayli xalqaro saviyasida bo'lsin va yoki BDTda bo'lsin, ya'ni yoki xalqaro jinoyat sud mahkamasida bo'lsin, mushu ahvollarda ba'zi bir mushu Uyg'ur qirg'inchilik masalasida o'tirib harakat olib berish uchun qandaq bir ishlarning qilinishini sizlar umid qilasizlar. Mushu tarafdan qandaq qaraymiz? Albatta Uyg'urlarning ba'zi bir qo'llangan tadbirlari, ya'ni ilib borgan faoliyatlari muvaffaqiyatli bo'lsa-mu, mush aniq nimqa vaqtda mushu qirg'inchilik ahdisi bo'yicha mushu aniqlangan qirg'inchilik, ya'ni yuz berayotgan qirg'inchilik masalasini to'xtatish uchun qandaq bir tadbirlarni qo'llash, nima ishlarni qilinishi kerakligini ko'rishni umid qila olasizlar, umid qilasizlar. Bu haqda aldılan bo'pti Ömer'dan başlay, undan keyin Kavsar, undan keyin Kali. Sizlar o'zinglarning ko'z qarashini o'tirib qo'yib baqsanglar. Biz xalqaro jamoatchilikning birlikka kelib bir yerda qirg'inchilik haqida haddidan tashqari biz tasavvur qilgandan ortiq yo'da paketlar bor, hamda buni biz isbotlab o'tamisak-mı bo'ladi? Mushtaq qilib turib xalqaro jamoatchilikning hech qanday bir tadbir qo'llanmasligi,
Hatta Rahimadek müştak bir hizmetdaşlarımızın terörçi deyişleri degen müştak nimeler yolu kışı. Bula emas Xitoy hukumati Uyg'urlar degan gaplarning hammasini e'tirof qilmaydi ham bularni yolg'on deb qaraydi. Endi bu yerga vaqtda bizni bu Uyg'urlarningki mantiqasida aytilgan gaplar emas, bu yerda nurg'unlagan xalqaro jamoatchiligi, boshqa organlar, masalan Amerikadagi Holocaust Museum bo'lsin, bular hammasiniki materiallashtirgan dokumentlarning hammasida aniq faktlar bor. Hatto BDTning dokladidami aniq bu yerdagi bo'layotgan ya'ni Uyg'urlarning beshiga kelayotgan ishning insoniyat qarshi jinoyat ham shundaqla qirg'inchilik ekanligini isbotlag'liq nimalar dokumentlar faktlar mavjud. Shunda bo'lganligi uchun xalqaro jamiyati bir nima qilish kerak. Chunki ularning shunda bir ahvolga qarta, ya'ni qirg'inchilikqa qarta bir ish qilish majburiyati bor. Dünya bo'yicha 150 davlatninki shu qirg'inchilik ahdiga hammasi qo'l qo'yg'uvchilar. Demak, ular qo'l qo'ydi degan gap ularning bir ish qilish majburiyati bor. Hatta shu davlatlarning hukumatlari shu Xitoy hukumatiga qarshi butunlay qarshi bir ish qilmasimi, Xitoy hukumatini jazolaydigan, ya'ni Xitoy hukumatidagi mush davom qilayotgan qirg'inchilikqa hasib qo'shayotgan Xitoy amaldorlarini jazolaydigan majburiyati va ham jazolaydi. Biz hatta ismlarini ta'minlab berdik shu jinoyatni o'tkazayotgan jinoyatchilarning ismliklarini. Faqat Amerika hukumatlar ba'zi birlariga jinoyat jazo yurgizdi, lekin nurg'un davlatlar hech nima qilmadi. Shunda bo'lganligi uchun biz xalqaro jamiyatda ham boshqa hukumatlarningmi mush Xitoy jinoyatchilarini, ya'ni Xitoy hukumat amaldor jinoyatchilarini jazolashini umid qilamiz. Qirg'inchilik ahdiga qo'l qo'ygan har qanday bir hukumatning majburiyati bor. Albatta bizniki agar ismlari jinoyatchilarning ismi bo'lsa, uni jazolash mumkinchiligimiz bor. Jinoyat uchun pakt bo'lsa, albatta uni sudga tortish nimiz bor. Bu mencha naytı bir 40 qiyin savol. Gerçi bu siyasetçiler için uzun cevap berdi ama men için, biz için bunda ahvollar, yani bunda bir ishlarni qilalaydan qilishga tegishli ishlar, chegara halqaga bostirishlarni to'xtata olishimiz mumkin. Biz yaqinda Kanadada C-17 degan bir qonun loyihani o'tirib qo'ydik. Ya'ni bu qonun loyiha orqali chegaradan halqagan jinoyatlarni bostirish mumkinchiligi bor. Men mushuningga o'xshab ketgan ishlarni, ya'ni mushuni o'xshab qolgan tadbirlarni boshqa davlatlarmi qila oladi? Masalan, yaqinda Amerika chiqqan Uyg'ur siyosiy qonun ahdisi, ya'ni qonuni, mushuningga o'xshash qonunlarni chiqarib bir ish qilish, nurg'un ishlarni qila oladi. Uyg'ur faoliyatchilar ham shundaqla boshqa Uyg'ur xalqi Sharqi Turkistondan bir tinch davlatda, ya'ni bir erkin davlatga qochib chiqdi. Ammo ashuna bir erkin davlatda turib, shu Xitoy Kommunistik partiyasiga, Xitoy hukumatiga qarshi erkin ozod gap qilmaydi. Bunda ahvol yuz bermasligi kerak. Ammo bu ahvol yuz beryapti. Chunki Xitoy hukumatining ta'siri tufayli shu ahvol yuz beryapti. Masalan, bir o'xshamagan davlatlarda Xitoyning soqchi idoralari bor. Masalan, Angliyada, Kanadada, Amerikada degandek. Hem shundaqla davomli bo'zaq qilish, ya'ni Uyg'ur faoliyatchilarni bo'zaq qilish, ularga besim qilish, ya'ni shunda demokratik davlatlar turib. Nimishki shu hukumatlar, shu demokratik davlatlar o'zining vatanida, o'zining tuproq turgan shunda kishilarni qo'g'dimaydi. Bir hukumat bo'lish sifati bilan
sening o'zingning garajdonlaringning manfaati sening oldingi majburiyating bo'lishi kerak. Shularning manfaati. Ularning manfaatini qo'g'dishing, mushundaq chegaradan olgan jinoyatchilar, ya'ni chet elliklarning ashtaq ovora qilishlarini to'xtatishing majburiyating bor. Men hammasiga qo'shilaman. Biz haqiqatan mushundaq bir xalqaro institutlar sifatimiz bilan bir ishlarni qilishimiz yetarli emas. Bizning mushu parlament a'zolarining, masalan, Aypak olsun, mushlarning hammasining mushlar bir majburiyatimiz bor, mushtaq jazo yurgizish, mushtaq xalqaro kuchlik organlarningki mushtaq parlamentlarda mushtaq o'tir qo'yilayotgan loyihalar, qonun loyihalarini amallashtirish, jazo yurgizish mushta majburiyatimiz bor. Mushu vaqtda bizning nayti nurg'un jiddiyliklar bor. Amaliyotni etgan vaqtda mushu Angliya parlamentida eng oddiy bir jinoyatlarni yurgizamiz. Masalan, Xinjiangga nisbatan etgan vaqtda bir Xinjiangning bir nemisi xizmat Xinjiangdagi Xitoyning amaldori ashunimi bir jazo yurgizamiz. Mushlarning mushu tarafdan etgan vaqtda Angliyaningki hukumat doirasida ayta ojiz. Mana mushu yakkaga vaqtda parlamentlar jiq targ'ibot xizmatini qilish kerak. Hem ondan sırt yani nurgun mushu cemaat halkınınki yani işençilik organlarınki doğru iş kılış taraftan mushu nurgun işlarni qilalash mümkünçiligimiz var. Ama Xitoy nayta aqlliq. Xitoy nayta uzun muddatni plan qilgan o'yinni o'ynaydi. Hazır baxtga qarshi dunyoning butun diqqati O'tir Sharq bilan Ukrainaga ham Tayvanga bog'lanib qolgan. Ammo Xinjiangda yuz berayotgan bu qirg'inchilik ham shundaqla mal chegara halqagan bostirish, mushlarning hammasi nayti odamni ansirtadigan masala. Shuning uchun dunyo nemish yuz berayotganligini davomli bilishi, bu Uyg'urlarga Tibetlar qarshi nemish yuz berayotganligini davomli bilishi, buning qarab turishi ham birlik hem shundaqla biz qonunchilarimiz, shu hukumat qonunchilari bilan birlashib bu to'g'riliq birini qilishimiz kerak. Hozir bizning faqat 1 minutimiz qoldi. Endi ijobiy tarafdan desak, Uyg'ur hukumatiningki, Amerika hukumatining qilishi, masalan, shu Uyg'urlarningki akademik ariyada jiqaroq ishlarni qilishi, undan keyin Uyg'urlarningki siyosiy panoh masalasi haqida jiqaroq ish qilishi, bu mundaq 5 yildan yuqurdan tikitib ketayotgan nimqalar, undan sirt Uyg'ur media axborot o'rinlariga jiqaroq chiqim qilish, ya'ni jiqaroq fonni berish, ya'ni masalan Erkin Asar radiosiga o'xshash mushundaq ishlarni kengaytirish masalalarini qila oladi. Undan boshqa agar Amerika hukumati haqida Uyg'ur qirg'inchilikni yuz berayotganligini e'tirof qildi degan bo'lsa, Xitoy hukumati, ya'ni Xitoy Kommunistik partiyasiningki ishda qirg'inchilik qilyotidi deganlik ishongan bo'lsak, ishonganga loyiq bir ish qilishimiz kerak. Ya'ni bu qirg'inchilikni e'tirof qilgan ikkili partiya, ya'ni butun hukumat bo'yi e'tirof qilingan bir ahvol. Demak, shunday qildik. Shu qirg'inchilikni arxitektori bo'lgan Xitoy hukumati ekanligi, ham shuningki ta'siriga butun Uyg'ur oilalari hammasini nimqotganligini e'tirof qildik degan gap, e'tirof qilgan bo'yicha e'tirof qilganimizda o'zimiz ishonganimizga haqida bir tadbir qo'llanish majburiyatimiz bor. Ya'ni biz o'tir qo'ygan, chiqargan qonunlarning hammasi, yurgizimiz deyotgan jazolarning hammasi haqiqatan amaliy bo'lishi kerak. Masalan, Uyg'ur majburiy emgakini to'xtatish, mushularning amallashtirishining, buni kengaytirishning davomli bo'layotdi, ham shuni texnik kuchlantirish,
masalan mushu Uyg'ur majburiy emgigi tufaylidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning davomli kirishini mushuni to'xtatish, cheklash ham ammaslik mushu taraflardan yana biz nurg'un ishlarni qila olamiz. Uningdan sirt gerçi BDT ishga yaramaydigan, ashundaq bir qo'ldan ish kelmaydigan ashunda ahvol bo'lib qolsa-mu, ammo mushuning mushta qo'l ish kelmaydigan tarafidan yoki uning har qanday bir organlaridan foydalanib biz yana mushu o'ziniki shu organlardan Xitoyning foydalanib mushu ne Xitoyning foydasi qildigan organlarni amaliyotda ular biz besim keltirib bizning ishimizga, ya'ni bizning foydamizga ishlaydigan organlar bo'lishiga besim qila olamiz. Uningdan sirt Xitoy hukumatiningki o'zining sistem ichidagi corruption, ya'ni chiriklik, shundaq masalalarni asas qilgan asda u Xitoy hukumatiningki ojizlashtirish, ya'ni Xitoy hukumatiga besim qilish shundaq tadbirlarni yana ko'pincha qila olamiz. Mayli qandaq qilishimiz uchun, ya'ni shu hozirgi Xitoy hukumatiningki ojizlashtiradigan har qandaq bir badal to'lsakmi, shu ojizlashtiradigan ishni davom qilishimiz kerak. Mushuning bilan biz bugungi bu muloyizamizni tugatamiz. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Barliq fikr berguvchilarga, so'zguvchilarga ko'pdan ko'p rahmat. Kechiringlar, faqat 2 minut kechib qoldik sizlarning coffee time'inglarga. Rahmat. Thank you so much to all our panelists for this incredible discussion. And we're now going to to go on a break. Coffee break, 20-minute break, and just some housekeeping rules. Please do leave your interpretation sets here in the room, and then we'll avoid all of the chaos at the reception. And please put your phones on silent so that we don't disrespect our speakers. Әмде 20 минутлық тәнәпіске чықымыз. Құлақ салдыған немаңларым шай қоп қойыңлар, елі кірген чағда алысылар. Телефоныңларының авазыны қапымай өчірбәсіңлар, чүнки сөзді аватқан чағда бәк аваз шықыды ке. 20 минут, 11:20-да шай қайтып кіріміз, 20 минут тәнәпіс. We'll be back here at 11:30.